Bunga ham mana ko'rsatmam joyini. Qo'tir mana buni ko'rsatdim. Qo'tir chiqyapti mana bunga ham. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Alchorov. Bugun sizlar bilan bitta zo'r eksperiment qilamiz. Eksperimentimizning temasi qo'ylarni qo'tirdan davolash. Bilasizlar, ikki xil yo'limiz bor. Davolashni birinchi yo'li xalq tabobati, o'zimizning har doim ishlatib keladigan yo'limiz. Ikkinchisi yangi chiqqan bunaqa mazli. Bunimiz ham mazagan qo'ylarga shu qo'tirlarni davolashga suriladigan mazimiz ekan. Bu yerda bizda ishlaydigan narsamiz, do'konimiz maslahat berdilar, yaxshi tavsiya qilib, paxta yog'i, oltin gugurt aralashmasini furasan maz holatga keltirib keldi. Ko'rib chiqamiz, ikkita uchta qo'tqorimizda qo'tir chiqishni boshlagan. Qo'tir chiqqandan keyin bilasizlar, juda yuqumli qo'tir, bir-biriga tez o'tib qoladi. O'shani ushlab turish maqsadida qo'tirimizni davolaymiz bugun. Hop, birinchi bo'lib o'zimizdan tabiiy mazimizni tayyorlab olamiz. Qo'tirga surayotganda bilasizlar, perchatka kiyib olish kerak. Sababi qo'tir odamga ham yuqadi. Agar qo'lingizda kesilgan, shilingan joylar bo'lsa, o'sha qo'tir tozalotgan joyingiz sizga ham sachasi tegadigan bo'lsa, sizga ham yuqishi mumkin. Bu yuqqandan keyin bilasizlar, bu narsa ketish qiyin bo'ladi. Perchatkalarni kiyib oldik. Endi tayyorlash. Oltin gugurtni yog'ga aralashtirib olamiz, keyin surib chiqamiz. Bundan yaxshi kontent olishimiz uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Xudo xolasa, yana ham yaxshi foydaliroq, manfaatliroq videolar olishga harakat qilamiz. Hop, aziz ko'rasizlar, qo'tirimiz yilinglab yorilish boshlayapti. Hop, buni hozir surib, yaxshilab boshdan ushlab tur. Yaxshilab surib olamiz. Ko'zlari tip ketish kerak, qo'tir o'ziga. Yaxshilab ishqalab suramiz yana. Bo'ladi, cho'tki. Hop, do'stlar, ikkinchisini ko'rib turibsizlar, mana dumbalariga mana qo'tirlar chiqib ketgan, juda qattiq. Bunga mana shu surmamizni suramiz. Hop, do'stlar, ikkinchisi ham maza. Xudo xolasa buni ham sinov o'tkazib ko'ramiz. Surib ko'ramiz buni ham. Qanchalik ta'sir qiladi. Hop, do'stlar, mana qo'tirimiz ko'ryapsizlar. Bunga ham mazadan foydalanib ko'ramiz. Hala cho'tdim, sur. Diqqatli chiroyli qo'tqorimiz bor. Ranglari chiroyli tiniq. Bunga ham mana ko'rsatmam joyini. Qo'tir, mana buni ko'rsatdim, qo'tir chiqyapti mana bunga ham. Buni ham surib qo'yamiz. Bunga yammazdan suramiz. Do'stlar, shu bilan bugungi qilgan eksperimentimiz o'z nihoyasiga yetdi. Like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa, keyingi hafta buni qancha ta'sir qilganini, qaysi bir yo'l yaxshi ishlaganini, qaysi bir usul yaxshi ishlaganini aytib ketamiz.